O'zbekistonliklar uchun xushxabar. Endi O'zbekistonda vaqtincha ishsizlarga ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Ishsizlik nafaqasini kimlar oladi? Keling shu haqida biroz gaplashamiz. Aholi bandligi to'g'risidagi qonunga ko'ra, avvalo siz ishsiz deb tan olingan bo'lishingiz kerak. Ikkinchidan, ish izlayotgan fuqaro sifatida mahalliy mehnat organlarida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ana shundagina ro'yxatdan o'tgan kuningizdan boshlab sizga ishsizlik nafaqasi to'lanadi va hisoblanadi. Ushbu nafaqani olish uchun avvalo siz Davlat xizmatlari portali orqali MyGovdan onlayn ariza yuborasiz. Arizangiz 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Biroq istisnolar mavjud. Oxirgi 10 kun ichida siz mahalliy mehnat organlariga tashrif buyurish orqali ular taklif qilgan ishlarni ko'rib chiqishingiz va ular taklif qilgan ishlarda ishlashingiz kerak. Ana shundagina siz ishlashga rozilik bildirmasangiz, bordi ular sizga ish topib bera olmasa, shundagina siz ishsizlik nafaqasini olishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor qiling, muhim jihat. Aholi bandligi to'g'risidagi qonunning 45-moddasiga ko'ra ushbu nafaqani olmaydigan shaxslar ro'yxati ham berib o'tilgan. Keling shu haqida tanishib chiqamiz. Quyidagilar ishsiz deb e'tirof etilmaydi, ya'ni ularga ishsizlik nafaqasi to'lanmaydi. Ta'lim muassasalarida va tashkilotlarda ishlab chiqarishdan ajralgan holda tahsil olayotgan shaxslar, ya'ni talabalar. Bunda ta'limning sirtqi shakldan tahsil olayotganlar mustasno etilgan. Qonunchilikka ko'ra pensiya ta'minoti huquqiga ega bo'lgan shaxslar pensiya turidan qat'iy nazar. Bola 2 yoshga to'lgunga qadar uni parvarish qilayotgan, ishlamayotgan ayollar, sudning hukmi bilan ozodlikdan mahrum etish tarzidagi jazoga hukm qilinganlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar ushbu nafaqani ola olmaydi. Ya'ni sirtqi ta'lim zavuchinda o'qiyotgan talabalar ushbu nafaqani bemalol olishi mumkin. Siz bilan Farg'ona 24 bo'ldi. Izohlarda faol bo'ling. Xabarni osh bo'lsa, ish bo'lmasa deb pulni xush ko'rib yuruvchi do'stlarga yuborishni unutmang.